Assalomu alaykum do'stlar. 2025-yil 21-oktyabr do'stlar. Gilosni kesganimizdan keyin holati mana. Buni kesganimiz videosini qo'yganmiz. Zelonni qilganimizdan keyin yaxshilab e'tibor beringlar. Mana mevali kurtaklarga shakllangan mana. Mana zelonni qilganmiz. Mana mayda 15-20 larda kesganmiz. Shu nuqtadan kesganmiz. 3 ta shox bo'lib chiqqan. Zelonni qilgandan keyin mana mevali kurtaklar shakllangan. Mevali kurtaklar shular. Svitariana, Giant Red navlarini xuddi shu holatda kesganmiz. Kososmon qilib, bular o'rtadagi lider shoxlari so'ruvchi bo'lib juda baland o'sib ketdi. Lekin bunga qaramasdan buni paydan olib tashlaymiz. Xudo xolasa bir yil fevral oyida kesamiz. Bularni kososmon bo'lib mana bir chiroyli kososmon bo'ladi. Agar bu yirida qoldirsak, bularga salqin berib, betlardan mevali kurtaklar to'kib yuboradi. Shuning uchun bunaqa yangi sortga ketganda mutaxassis bilan albatta bog'laning. Mutaxassislar kesish kerak 1 yil, 2 yil. Keyingi yildan yo'lga tushirgandan keyin o'z dehqon tushunib qanaqa kesishdi. Akalar, bunaqa navlarni ko'chatlari ham bor, kesish xizmatlari ham bor do'stlar. Videomiz yoqqan bo'lsa, foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'yamiz. Bitta bu pas do'stlar mana. Hammasi bir xilda. Mana 2 yosh bo'ldi mana shu ko'chlik kelganiga, 2-yosh mana. Mana shetdan kesilgan mevali kurtak mana. Aytda mevali kurtaklari bor. Bu ham o'ta liderlari olib tashlanadi, atrofdagi mayda shoxlar qoladi. Bu mayda shoxlari xudo xolasa 30 sm, 20 sm qo'yib kesamiz. Keyingida yana betlardan meva kurtaklarga aylanadi. Gilosdan boq qilaman. Shunaqa chiroyli shtampda ko'chatlar ekaman sizlarni, pastga nomerlar, telefon sizlarni. Shunaqa chiroyli bog'lar tashkillashtirib beramiz. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yamiz.